Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi ishimiz 2026-yil 14-aprelda davom ettiryapmiz ishimizni. Bugun makkamizni, shirin makkamizni kultivatsiya qilyapmiz. Podplyonka ekilgan bu shirin makka. Buni kultivatsiya qilib chiqyapmiz motopilada. Kultivatsiyani qaldirg'ochda qilyapmiz. Xudo xolasa kultivatsiya qilib, arig'ini ochib, birinchi dorini berib sug'arish niyatida boshladik ishni. Qaldirg'och, ya'ni o'zini frezerida emas, motopilani qaldirg'ochda qilyapmiz. Endi hamma joyda har xil aytilsa kerak qaldirg'och. Hozir sizlarga qaldirg'och nimaligini ko'rsataman. Boshqacha nomlanadiganlar uchun ma'lumot bo'ladi. Bu videolarimizni chiqarishdan maqsad yangi boshlayotganlarga qancha rasxod qilyapmiz, qancha foyda keltiradi ko'rsatish va qancha pul bilan makka ekish boshlasa bo'ladi shirin makkani, shuni ko'rsatib, keyin qanaqa tartibda ekiladi, qanaqa qaraladi, hammasini ko'rsatib chiqish niyatimiz bor. Shuning uchun ikki xil ekkanmiz. 75 sotik salafan, 75 sotik quruq yerga ekilgan. Taxminan sizlarga hozir qaldirg'och ko'rsataman. Mana qaldirg'ochimiz. Mana bunaqa balonda qilyapmiz. Mana bu yerga ekilgan makkamiz. Yerga ekilgan makkamiz ancha naryoqdan kichkina. Plyonkadan bir kunda ekilgan, lekin ancha kichkina. Bu yerga ekkan makkamizni xudo xolasa ishlovini erta indin yomg'ir beryapti. Yomg'ir yoqsa, yog'masa, o'tsa, erta indin o'tsa, keyin bu makkani ham kultivatsiya qilib, arig'ini ochib, dorisini berib, qaruvini boshlaymiz. Mana yarimi yerimizni yarimi plyonka, yarimi quruq ekilgan. Shunga qarab sizlarga video qo'yib boraman. Hammanglar dehqonchiligingizga baraka bersin, charchamanglar.